Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Ekraningizda ko'rib turgan inkubator Orzu inkubatori bo'lib, mana shu inkubatorimiz 100 ta tovuq tuxumlariga 220 ta bedana tuxumlari uchun roddom usulida tayyorlangan inkubator. Ushbu inkubatorimiz ya'ni vыводной inkubator deydi inkubatorchilar tilida. Vыводной ya'ni ochirib beruvchi inkubator. Masalan, mana bu tayyorlab bersa, предварительный deb faraz qilaylik. Ya'ni inkubatsiya tovuq tuxumlarini 18 kun, 19 kungacha, bedana tuxumlarini 15 kungacha mana shunda aylantirib, qayinchalik qilib turadi va 15-kuni bedana tuxumlari, 18-kuni tovuq tuxumlarini mana bu inkubatorga olib, ya'ni ochirib beruvchi inkubatorga qo'yiladi. Nima uchun bitta inkubatorda ketma-ket qo'yib ochirish mumkin emas? Chunki mana bu vыводнойda, ya'ni ochirib berishga tayyorlab beruvchi inkubatorda issiqlik 37.8, namlik 55-60 bo'ladi. Bunda esa issiqlik 37.5, 37.4 bo'ladi, namlik 80 darajagacha bo'ladi. Hozir namlik pasaytirib qo'yilgan, chunki bu sinov jarayonida turibdi inkubatorimiz va tugadi sinov jarayoni va syomkaga shuning uchun namlikni pasaytirib qo'ydik. Namlikni ko'tarsak oynalar terlab ketadi. Ushbu inkubatorimiz maxsus roddom uchun tayyorlangan inkubator. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Inkubatorimiz 220 va 12 voltdan quvvatlanadi. 12 voltni ulashingiz bilan mana bu yerdagi voltmetr 12 voltni, ya'ni akkumulyatoringizni necha volt qolganini ko'rsatib beradi. Masalan, hozir men mana shunday sinovchi bizdagi akkumulyatorni ulashim bilan 12 voltni necha ko'rsatishini, necha volt qolganini mana ko'rib beradi. Mana akkumulyatorda 12.4 volt. Ya'ni akkumulyator zaryadi yaxshi. O'chiraman akkumulyatorda. Mana 12, mana akkumulyatorga o'tdi, mana 220 volt o'chdi, mana 220. 11.9 12, ya'ni spiral ishlayapti. Mana hozir 220 ga qo'shaman. Mana 220 yondi, bu 220 ni ko'rsatib turadi va akkumulyatorda ulanib turibdi. Ya'ni svet o'chib yonishi xuddi shu usulda bo'ladi. Va mana bu knopka chiroq knopkasi bo'ladi. E'tibor bering, ushbu inkubatorimiz faqatgina ochirib beruvchi inkubator. Bunda ichidagi aylantirib turish mexanizmi yo'q, bunda aylantirmaydi. Va mana shunday maxsus roddom, ya'ni vыводнойlar uchun maxsus mana shunday termoregulyatordan foydalanganmiz. Ya'ni bu termoregulyatorimiz ham issiqlik, ham namlikni bir joyda, bir ekranda ko'rsatib turadi. Ya'ni namlikni ham o'zi nazorat qiladi. Mana hozir bu 37.7 ga qo'yilgan va 37.7 gradusda ushlab turibdi. Namlik esa mana hozir ko'ramiz, mana 55 ga qo'yilgan. Ko'ryapsiz, 57, agar 55 dan pastga tushib ketsa 50 dan, bu avtomatik ichida joylashgan parageneratorni ishga tushiradi. Ya'ni bu shu inkubatorimizdagi namlikni juda ham tezlik bilan ko'tarib joyiga olib chiqib qo'yuvchi paragenerator qo'yib o'tilgan. Aziz birodarlar, hozir o'shani ko'rsatib beraman. Mana 57 qolib qoldi. Ochaman. E'tibor bering. Mana hozir namlik tushdi mana 50 ga va bizda hozir paragenerator ishga tushdi. Mana ko'rsatib o'taman hozir. Mana hozir ekraningizda qanchalik ko'rinyapti bilmayman, lekin mana shu parageneratorimiz par haydashni boshladi. Mana bo'g'layapti. Ikkita tomonda bor. Mana shunday paragenerator qo'yilgan. Suvi bor. Ichidagi suvlarni o'zi parlab bir pastda hozir ko'ring mana. E'tibor bering. 30 necha? 38, 36.7 tushyapti. Hozir bir pastda joyiga olib chiqib qo'yadi mana. Yana 55 ga olib chiqib qo'yadi mana. E'tibor bering, mana ko'tariladi. Ichida paragenerator borligi uchun mana shunday tezlik bilan olib chiqadi. Agar paragenerator bo'lmasa sekin olib chiqadi, lekin olib chiqadi o'sha gradusga, namlikka. Namlik foiz belgisi bilan, mana shunday foiz belgisi bilan belgilanadi. Mana 43 bir pastda ko'rdingizlar, o'zi 43 hozir 55 ga chiqadi va shilchoq bo'ladi, chiqqilaydi va o'chadi paragenerator ichidagi. Namlikni doim bir xil vaqtda ushlab turadi, bir xil. E'tibor bering. Roddom, ya'ni vыводной inkubatorimiz 220 ta bedanalar uchun maxsus tayyorlandi. Tovuqlar uchun ham tayyorlab beramiz maxsus. Mana ko'ryapsizlar, o'sha 53, 54, 55 bo'ladi hozir, keyin tamom o'zi parageneratorni o'chiradi avtomatik. Mana ko'rdingiz-a? Mana shu maxsus paragenerator bo'ldi. Hozir paragenerator o'chdi, ishlagan yo'q. Namlik mana to'xtadi, ko'tarilishlar. Ko'rdingizmi? Rezki to'xtadi mana. Qop berk. E'tibor bering, bu vыводной inkubator. Siz agar ketma-ket ochirishni qilmoqchisiz, ya'ni bozorga jo'jalarni doimo olib chiqib, ikkita inkubatordan foydalanasiz. Bedanani ham xuddi shu usulda, tovuqni ham, o'rdak, g'ozni ham xuddi shu usulda ochirsangiz bo'ladi. Ya'ni bugun 15 ta to'g'ri 15 ta qo'yasiz. 3 kundan keyin yana 15 ta, yana 3 kundan keyin 15 ta qo'yaverasiz. O'sha birinchi qo'yganingizga bedana bo'lsa 15 kun bo'lgan bo'lsa bunga olib o'tasiz. O'sha ochirib olaverasiz. Har 3 kunda sizda jo'ja fabrika bo'lib ochilib chiqaveradi. Ko'rasizmi? Zavod bo'lib ketasiz. Aziz birodarlar, mana biznes sizga g'oya, biznes g'oya. Bitta inkubatorda unaqa qilib bo'lmaydi. Aziz birodarlar, e'tibor bering, ko'pchilik gapiryapti, lekin xato bu. Vыводной vaqtida, ochirish vaqtida namlik baland bo'ladi, gradus issiqlik past bo'ladi. Shuning uchun e'tibor bering, bitta inkubatorda ketma-ket qo'yib ochish mumkin emas. Bu vыводнойda aylantirish to'xtatiladi ochirish paytida. Ochirishga tayyorlashda aylantirish ishlab turadi. Aziz birodarlar, e'tibor bering, mana 56 ko'tarilgan yo'q, to'xtadi mana. Mana shu namlikni o'zi avtomatik ushlaydi. Namlik qopqoqni ochdingizmi? Bir pasda yana namlikni ko'tarib joyiga olib chiqib qo'yadi. Chunki ochirib berish paytida namlik baland bo'lishi kerak albatta. Tuxum po'choqlari qurib qolmasligi uchun. Tuxumda 3 qavat po'stloq, birinchi yupqa parda, undan keyin qalin parda va qattiq po'stloq qismi. Bu tuxum ichida namlik past bo'lsa, inkubator ichidagi qalin po'stloq qotib rezina bo'lib qoladi. Buni jo'ja tumshug'i bilan yorib chiqa olmaydi.
Aziz birodarlar, e'tibor bering. Shuning uchun vыводnoyda namlik baland bo'ladi, gradus past bo'ladi. Mana shunday vыводnoylarni zakaz berib, bemalol buyurtma berib, buyurtma asosida xarid qilishingiz mumkin. Aziz birodarlar, inkubator Orzu vыводной inkubator. Akkumulyatorga ishlaydi. Maxsus Italiyalar uchun, Italiya bedanalari uchun tayyorlab berdik. Shuning bilan qisqacha videoni tamom qilaman. Har qanday fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat, ekraningizga Telegram, WhatsApp, imo raqamlarini chiqarib qo'yaman. Faqat Telegram, WhatsApp, imodan yozing, iltimos, qo'ng'iroqlarga javob bera olmaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.